Merhaba, salom do'stlar. Bugun Koreyada shanba, dam olish kuni va hozir ko'pchilik ko'chaga chiqqan, aylangan. Atrofni eslatyapsan. Hozir men hech nima ketyapman o'zimga long sleeves olishim kerak. Hozircha Incheonda turaman, shuning uchun Incheonga eng yaqinidagi mana bu yerga keldim. Bu H&M endi mashaqqa kiramiz hozir. Bu yerda qanaqa выставкалар bo'lyapti ekan, ya'ni qo'l mehnatlari. Hammasi qo'l mehnati kiyimlar. Qanaqadir bu yerda выставка bo'lyapti ekan. Ela do'stlar. Zo'ra. H&M'ga ham kirib oldim. Mana bu esa men. Okey. Bu esa men. Hozir u bolalar tepada ekan, biz tepaga qarab ketyapmiz. Qani ketdik. Mana bu yer bolalarda bo'limi va menga long sleeves kerak. Ana, ko'rdim. Nimagadir meni shu kunlarda qizil rangli kiyim kelyapti. Mana qaranglar. Xuddi o'zim razmerim bitta qolibdi, L. Qani? Hop, qani buni bitta oldik. Yana nimalar bor ekan? Ko'ramiz. Qani. XL bo'lsa ham yo'q demardim. Shimlar. Mana long sleeveslar. Qorasi nimagadir cheap ekan. Arzon deyapti-yu. But no, I wanna wear red today. Ana. Hop, yana nimaga ko'rsak bo'larki? Oh, spochka balobattarlar va mana bu yozga qani? 5000 dan ekan. Deyarli oldi. Paypalar, kepkalar. Let's go to check. Oyoq kiyimlarim yetadi menga. Unaqa oyoq kiyim menga olishim shart emas. Foiz skidka bo'lyapti. Hammasi qanaqa urug' menga yoqmaydi. Aha. Qani. Hop, bu yer futbolkalar ekan, bu yer bolalar bo'limi va shu yerda tugaydi. Hop, qani ketdik. Men mana uni fitting qilishim kerak. Ketdik, ko'ramiz. Xo'sh, mana do'stlar, yarashmadimi? Yozib ketinglar. I will just buy this one. I really like it. Okay, let's buy. Hop, qani ketdik do'stlar. Menga bu yoqdi. Buni olamiz. Bu mana ayollar zonasi ekan. Ammo kesh yerda bo'lganligi uchun men shu ekan. Let's go. Tuvalli qani ketdik. Menga H&M brendini nimasi yoqadi ko'proq? Arzonligi, ya'ni hammayam bor. Zaralarda narsalar sal qimmatroq. H&M'ga qaraganda. Shu hisobiga H&M ham qanaqadir mashhur Koreyada. Hozir men uy bo'limidaman, ya'ni bu yerda uydagi narsa olsanglar bo'ladi hozir. Hemen aylantiradi. Uy bo'limi, sochadan tortib, idish tovoq narsalargacha topsanglar bo'ladi.
Zarada ham Zara Home bor, lekin sal qimmatroq. H&M'ga qaraganda. Okay, vlogimiz shu yerda tugaydi. H&M vlogi. See you guys.